Azizlar, navbatdagi ishimizni Ishtixon tumani Qo'rg'ontepa mahallasi Bo'saliq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Asad akamizni xonadonlarida qilib berdik. Ishimizga ko'rib baho berasizlar. Ishimizda lazer kombinatsiya maroqin gullari bilan qora nerjavika oq glans yutunkamizni kombinatsiya qilgan holda qilib berdik. Do'stlar, ustani qaydan topsam ekan, qanaqangi fason tanlasam ekan deb izlayvergan Ishtixonli yaqinlarimizga, birodarlarimizga jo'natib qo'yamiz. Kommentariyada qaysi tumanda istiqomat qilishimizni belgilab, ushbu raqamlarga murojaat qilamiz. Xohlagan fasoningizda, xohlagan tumanga borib, chiroyli qilib, o'zingiz xohlaganday qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Aktiv bo'lamiz. Kommentariy qoldirib, like bosib, videoni yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar.